Assalomu alaykum hurmatli tadqiqotchilar. Biz o'tgan darsda dissertatsiyaning kirish qismi haqida gaplashdik. Kirish qismidagi asosiy punktlar va ular o'z ichiga olish kerak bo'lgan masalalar haqida to'xtalib o'tdik. Bugungi darsimiz esa dissertatsiyaning asosiy qismiga bag'ishlanadi. Dissertatsiyaning asosiy qismi OAK talablariga ko'ra PhD dissertatsiyasida 3 bob, DC ya'ni Doctor of Science dissertatsiyasida eng kamida 4 bobdan iborat bo'lishi kerak. Dissertatsiyaning birinchi bobi nimalarni o'z ichiga oladi? Dissertatsiyaning birinchi bobida siz o'sha kirish qismida berilganidek ishning dolzarbligi qismida aytib o'tgan dissertatsiyani amalga oshirish muhim ekanligi, olimlarning fikri, o'shalarni kengroq yoritib berasiz. Ya'ni har bitta olimlarning nazariy qarashlariga batafsil to'xtalasiz. O'sha qismda aynan siz shu ilmiy ishni amalga oshirishda sizga qanday ishlar metodologik asos bo'lib xizmat qilyapti? Eng avvalo o'sha ilmiy ishni qaysi nazariyaga asoslanib qilmoqchi ekanligingiz, sizni konsepsiyangizni ham mana shu qism belgilab beradi. Ya'ni siz masalan o'zingiz ko'targan masala yuzasidan turli bahs munozaraga kirishasiz. Jahon olimlari, mahalliy olimlar ularning ishlariga to'xtalib, ularni taklif etayotgan demak yechimlari yoki qanaqadir nazariy qarashlari ichida o'z yo'lingizni belgilab olishingizni mana shu qismda ko'rish mumkin bo'ladi. Dissertatsiyaning birinchi bobi ishning maqsad va vazifalari shakllanishiga olib kelgan hodisalar, muammolar, ishning umumiy metodologiyasi, ya'ni siz keyingi boblarda demak qandaydir bir tadqiqotni taklif etyapsizda, sizga o'sha fundament nima bo'ldi? Ya'ni masalan soddaroq tushuntirib ko'rsatadigan bo'lsak, binoning fundamenti. Binoni ko'tarishingiz kerak, 3 qavatdan iborat masalan. O'shani fundamenti, asosi qayerda? Ya'ni siz qaysi yo'ldan ketmoqchisiz, qaysi strategiyani tanlamoqchisiz, ishingizning strategiyasi qanaqa bo'ladi? Demak, bu masalalarni siz birinchi bobda yoritib berasiz. Dissertatsiyaning ikkinchi bobida demak, o'sha kirish qismida biz muammoning o'rganilganlik darajasi degan punktda bir qancha olimlarni sanab o'tganmiz va qisqa sharh berganmiz. DC dissertatsiyasida kengroq beriladi, o'sha adabiyotlar sharhiga kattaroq o'rin beriladi, lekin PhD dissertatsiyasida qisqa qilib o'sha qaysi olim qaysi sohada qanday tadqiqotni amalga oshirgan va shu masalani qaysi tarafini o'rganganligini 2-3 jumlada ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Ammo ikkinchi bobda mana shu olimlarning aynan sizni tadqiqotingizga maksimal darajada yaqin ilmiy tadqiqotni amalga oshirgan 2-3 ta olimni taklif etayotgan nazariy xulosalari, amaliy tavsiyalarini siz o'zingiz tanlagan muammo kesimida demak tajribadan o'tkazib ko'rishingiz mumkin. Masalan, tilshunoslikka oid tadqiqot bo'ladigan bo'lsa, deylik diskurs tahlili. Masalan, birinchi bobda diskurs aslida nima, bu haqdagi butun jahon olimlarining fikrlarini umumlashtirib, o'zingiz tanlagan diskursning muayyan yo'nalishi haqida demak o'z yo'lingizni belgilab olgan bo'lsangiz, ikkinchi bobda esa o'zingiz tanlagan tor muammo doirasida ilmiy ish qilgan olimlarni aynan ularni tadqiqotlarini olib turib tahlilga tortasiz. Ya'ni bu yerda siz demak misol uchun o'zbek olam milliy lisoniy manzarasi kesimida o'sha xorijiy olimlarning siz tanlagan predmet atrofidagi masalalarni o'rganishingiz mumkin. Va misol uchun meditsina bo'ladigan bo'lsa, qandaydir bir kasallikni davosiga oid o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar sizdan oldingi ularni tajriba sinov tariqasida bizning mahalliy sharoitimizda sinab ko'rishingiz mumkin va xulosalaringizni berishingiz mumkin. Uchinchi bobda esa siz o'zingizni eksklyuziv metodikangiz, o'zingizni eksklyuziv qarashlaringiz, o'sha ikkinchi bobda jahon olimlari yoki mahalliy olimlardan sizgacha bo'lgan ishlarda, ko'rsatilgan metodlarda siz o'rgangan jihat va uning kamchiliklarini qanday qilib to'ldirardingiz? Ya'ni sizdan oldin ko'rsatilayotgan o'sha yangilik
boshqa olimlarning yangiligi qanchalik darajada mukammal emasligini ko'rsatib berdingiz. Demak, uni mukammallashtirish uchun siz qanday metodlarni taklif etasiz, qanday tajribani qo'llaysiz? 3-bob aynan sizning eksperimentlaringiz, sizning tahlillaringiz, sizning yangi metodikangizga bag'ishlanadi. Birinchi bobda biz juda ko'p ilmiy ishlarga iqtiboslar beramiz va o'sha muayyan nazariyani o'rganayotganligimizni ko'plab dissertatsiyalar, monografiyalar, maqolalar asosida ko'rsatib beramiz. Ikkinchi bobda esa o'zimiz o'sha bir qator olimlarning ishlari ichidan o'zimizga metodologik asos deb hisoblaganlarimizni tanlab olib, shu tajribalarni o'tkazamiz va ularning ishiga iqtiboslar beramiz. 3-bobda esa iqtiboslardan maksimal darajada qochishimiz kerak, chunki bu bob bizning alohida o'zimizda eksklyuziv ishimiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz o'zimizda tajribamiz, o'zimizda metodikamiz, o'zimizni ishlanmamizni demak taqdim etishimiz kerak. Ishimizni asosiy yangiligi, asosiy demak amaliy yangiligi ham mana shu 3-bobda aks etgan bo'ladi. Ilmiy ishni yozish jarayonida o'sha asosiy qismda biz juda ham ko'p olimlarga murojaat qilamiz. Iqtiboslarni olish jarayonida dissertantlar juda katta qo'pol xatolarga yo'l qo'yishadi va natijada bu plagiat bilan malakalanishi mumkin. Dissertatsiyada to'g'ri iqtibos olish, plagiat qilmaslik masalalari bilan keyingi darsda gaplashamiz. Siz esa hozir dissertatsiyangizning taxminan 3 bobida aynan nima ishlarni amalga oshirasiz, ularning taxminiy sinopsisi va ssenariysini yozib qo'ying. Dissertatsiyaning asosiy qismida xulosa ham o'rin olgan. Xulosa mukammal, tahririy jihatdan puxta va konkret bo'lishi kerak. Xulosa raqamlangan holda amalga oshiriladi. Ya'ni siz bob bo'yicha xulosalarni yozayotgan paytingizda o'sha bobda ko'tarilgan masalalarga misol uchun bir abzas xulosa berishingiz mumkin. Lekin bitta xatoni qilmang. Ya'ni hamma xulosalarni o'sha ko'chirib olish tugmasini bosib, oxirgi umumiy xulosaga qo'yib qo'ymang. Bu juda ham katta xato. Chunki bu sun'iy varaqni ko'paytirish bilan malakalanadi. Sizning xulosalaringiz har bitta bob bo'yicha alohida xulosalar bo'ladi va oxirgi umumiy xulosani qilayotganingizda siz uslubiyatga biroz e'tibor berishingiz kerak, ya'ni kompressiya qilishingiz kerak. O'sha bob bo'yicha xulosalar, misol uchun har bitta bobda 3 dan 4 dan xulosa bergansiz. 4 abzas, 5 abzas xulosa bor. O'sha xulosalarni kompressiya qilgan holatda har bitta bobdan bitta yoki 2 yoki 3 ixcham xulosalarni yasashingiz kerak. Shu xulosaning aynan o'zini ko'chirib oxirgi umumiy xulosaga qo'yish bu juda ham katta xato hisoblanadi. Dissertatsiyaning asosiy qismi so'ngidan adabiyotlar ro'yxati joy olgan. Adabiyotlar ro'yxati OAKning dissertatsiyaga qo'yiladigan texnik talablari to'g'risidagi nizomda aks etgan. Adabiyotlar ro'yxatini shakllantirayotgan paytda shu nizomga rioya qiling, bir necha marotaba o'qib chiqing va maslahatim, so'nggi yillarda chop etilgan dissertatsiyalarda adabiyotlar ro'yxatining rasmiylashtirilishiga e'tibor bering. Chunki u yerdagi o'sha har bitta punkt ilmiy adabiyotlar, xorijiy nashrlar qismlarini o'ziga xos talablari mavjud. Ba'zi bir dissertantlar adabiyotlar ro'yxatini o'zlari shakllantirmasdan, o'zlarining shifrlariga juda ham yaqin bo'lgan kimningdir dissertatsiya ishidan adabiyotlar ro'yxatini to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olishadi. Natijada bu sizni muammoli vaziyat bilan yuzlashishingizga sabab bo'lishi mumkin. Deylik, siz himoya paytida o'sha prezentatsiya qilayotganingizda sizga kengash a'zolaridan savol tushadi. Adabiyotlar ro'yxatingizdagi falon asarda mana shunaqa narsa berilgan, bu haqida nima deysiz desa, agar siz bu adabiyot ro'yxatini ko'chirib olgan bo'lsangiz, bu savolga javob topa olmaysiz. Shuning uchun o'zingizni adabiyot ro'yxatingizni shakllantiring. Adabiyotlar ro'yxatini to'g'ri shakllantirish uchun har bitta bob doirasida iqtiboslarni yig'ayotgan paytingizda o'sha alfavit tartibida yoki belgilangan bo'limlar kesimi tartibida adabiyotlarni alohida fayl papkaga joylab borish tavsiya etiladi. Bugungi darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.